Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylanganlarida o'zlarini o'sha paytdagi holatlaridan kelib chiqib oddiy va isrofgarchiliksiz to'y qilganliklarini rivoyat qilgan. Xohlaganini qilsa, sahobiylardan birortasi qarshilik qilmasdi, chunki ummatni boshlig'i, payg'ambarlarning oxirgisi va ulug'i nikohlanyapti. Dasturxonni to'kib qo'yinglar desa, hech kim e'tiroz qilmasin. Qila olmasdi ham va birortasini qalbiga zarracha maloliyat ham kelmasdi. Chunki Rasululloh uylanyapti. Lekin u kishi nima qildilar? O'sha ayni paytda nima bo'lsa, shu bilan to'y qildilar. Bu nima uchun? Sizni biz ummatga ibrat uchun. Dasturxonning ustidagi go'sht qo'ymabdi, go'shtli salat qo'ymabdi, bittadan bo'lsa ham somsa yoptirib qo'ymabdi deyotganlar sal ozgina o'ylanib, keyin e'tiroz qilinglar. To'y bo'lmabdi demang. Bu odam balki qodir bo'lsa ham sunnatga amal qilaman. Kamtar dasturxon yozib, Rasululloh go'sht qo'ymagan ekan, men go'sht qo'ymayman deyotgan bo'lsa, qiyomat kunida nima deb javob berasiz?